Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bankimizga xush kelibsizlar. Bankimizda har doim, har haftada mijozlar bilan uchrashuv o'tkazib boryapmiz. Bunda asosiy maqsadimiz shu mijozlarning ehtiyojlarini o'rganib chiqish, ulardan bo'lgan takliflar eshitish, kreditlar bo'yicha, bank mahsulotlari bo'yicha bir savollarga javob berish shu vazifamiz qilganmizki va shu maqsadlar bo'yicha bankimizning maqsadlari bo'yicha tushunchalar olib boramiz. Shu savollar bo'lsa, bir takliflar bo'lsa, kredit olish bo'yicha savollar bo'lsa, marhamat bemalol savol berishingiz mumkin. Men ishsizman, ishsizlikka band bo'lishim kerak o'zim. Shunga kreditlaringiz bormi? Ushbu yo'nalish bo'yicha kreditlarimiz, bank mahsulotlarimiz bor, mutaxassislar bor. Marhamat, bitta so'rash uchun javob bersangiz. Assalomu alaykum, hurmatli muxbirlar, hurmatli mijozlar. Sizning savolingizni javobini tushungan iboratda biz ishsizman dedimda. Sizga shuni biz savolingizga javobini tushungan iboratda shu bizda kredit mahsulotlarimiz mavjud. Shu ishsiz fuqarolarga, bu ishsiz fuqarolarga 3 xildagi kreditimiz mavjud bo'lib, birinchisi bu biznesga birinchi qadamda kredit nomlanadi. Bu yuqori summasi 5 million so'mgacha ajratiladi. Ayollarga 23%dan, erkaklarga 25%dan 1 yil muddatga ajratiladi. Bunda to'liq shu plastik kartochka pul o'tkazish orqali kredit mablag' ajratiladi. Bunda bankka talab qilinadigan hujjatlarning birinchi navbatda pasportingizni nusxasi, ikkinchisi shu o'zingiz bank qilgan to'g'risida guvohnoma nusxasi, soliq inspeksiyasi tomonidan olasiz. Keyin uchinchisi mahallada hokimiyat bilan tavsiyanomasi, keyin kredit ta'minot turlaridan birini ta'lim qilishingiz mumkin. Ko'pchilik qilmoqchiman, shunga kredit. Marhamat. Siz ham savolingizga javobini tushungan iboratda siz ham shu boya 3 xildagi kredit mahsulotlarimizdan birini olishingiz mumkin. Birinchisi bu boya aytdim, biznesga birinchi qadam buni eshittiramiz. Ikkinchisi bu biznesga ko'mak deb nomlangan kreditimiz mavjud bo'lib, bu 17 million so'mgacha ajratiladi. Shu ayollarga yillik 23%dan, erkaklarga 25%dan 4 yil muddatga imtiyozlarni 6 oy muddatga. Bu ham xuddi bankga talab qilinadigan hujjatlar, shartimizni tasdiqlovchi hujjat nusxasi, pasportimiz nusxasi, keyin o'zini bank qilgan to'g'risida soliq inspeksiyasi tomonidan berilgan guvohnoma, keyin mahallada hokimiyat bilan tavsiyanomasi, keyin kredit ta'minot turlaridan biri. Bu ham plastik kartochkani to'liq tushirib beriladi. Shu bozordan xohlagan turdagi tikuv mashinani sotib olishingiz mumkin. Men chorvachilikdan shug'ullanmoqchiman, shu ham kreditlaringizni. Bu savolga javob bersin. Chorvachilik yo'nalishi bo'yicha mana yuqorida ham ta'kidlab o'tildi. Shu hammasi bu mahsulotlarimiz aholiga, ishsiz aholilarga bo'lyapti. O'zini band qilganlarga. Hozir yuqorida aytib o'tildi, biznesga birinchi qadam, biznesga ko'mak. Endi mana chorvachilik yo'nalishi bo'yicha eng yaxshi mahsulotlarimizdan biri mahalla loyihasi bo'yicha. Bunda ham biznesga birinchi qadam 2 deyiladi. O'zi band qilgan shaxsga beriladi. Demak, 50 million so'mgacha beramiz. 25%dan erkak kishilarga 60 oygacha bo'ladi. Uchinchi shaxs kafilligi, ya'ni sug'urta polisidan beriladi. Bunda yaxshilab e'tiborga olsangiz, prezidentimiz tomonidan ayollarga imtiyoz berildi. Aytganimizda erkaklarga 25%dan, ayollarga yaqinda prezident qarori chiqdi, 2% kamaytirildi. Demak, 23%dan ayollarga imtiyoz sifatida mana shu kreditlar beriladi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizda 50 million so'mgacha beriladi. Plastik kartochkaga tushirib beriladi. Mahalliy chorva mollaridan bemalol sotib olsangiz bo'ladi. Tushunarli bo'ldi? Hozir bergan savollarga tushuncha oldingizmi? Isbot bo'lsa, oldingizmi? Mana shu soha bo'yicha, mana yo'nalishlar bo'yicha tushunmovchilik savollar bo'lsa, bemalol bankimiz har doim sizlarga xizmat ko'rsatamiz. Bergan takliflaringizda bemalol qabul qilishimizga tayyor turibmiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.